Nima etmaysan, menga qarz kirib qo'yaningni? Qanaqa betaman, o'rtoq? Qanaqa betasan? O'rtoq, qarz kirib qoldim, yordam berib deb betasan. Sen o'ylama, amalliman. Bay. Ol o'rtoq, ol. Yoqimli ishtaha yeyver o'rtoq, qornim to'q. Og'ayni. Mendan uyalyapsanmi? Men o'zim to'layman pulini. Mazza qilib yeb olsang-chi. Ol. Sen yeyver, men keyinroq yeyman. O'zingga qara. Aytgancha, ana mahalladagi shahzod bor og'ayni. O'sha ham qiynalib qopti. Pul so'rovdi, men yordam berib yubordim. Sen yordam beramansan, yo'q deyishingga qara. Ajoyibsan, Keanu xonang o'g'li Jurat bor-ku, sartaroshxona ochdi, bildinglar? Unga ham men yordam berdim. Naqd 10 ming shtir sana beryapman. Qara, chotki bo'lib yuribdi, paddeshgan morqasda. O'rtoq, ana mahallada becharalar bor-ku, qiynalgan oilada. O'shalarga ham men yordam beraverman. Ehson qilib yursang, ishing sog' bo'ladi-da. Oddiy. O'shaning uchun ham sendan qarz olmadim-da. Ahamiyat bergan bo'lsang, men ovqatlaringdan ham yemadim. Hammaga ozodni qornini to'g'izib yurganman, men boqqanman deb gapirmagandim. Yoqimli ishtaha.